Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qarindoshlar, yaxshimi, yaxshi tudinglarmi? Yaxshi tudinglarmi, qarindoshlar? Gapimni boshlashdan burun azroq saqlab boqay. Ulanmadi deyman. Hadi bakalım. Facebook'ta ulanmaptı. To'g'ri turinglar. 1 minut. Mari bir public qilyaptimi? Okay, endi ichildi. Endi bir minut saqlab boqayli qarindoshlarga. Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimi, yaxshi tudinglarmi? Tamam. Hozir Facebook'ma abay public qilyapti ekanman, shunga sal vaqtimni olib qo'ydim. Bu arada savolinglar bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi. Anondan keyin gapimni boshlayman. Okay, bugun bugun chiqishimning sababi ikki kunning oldinmi Ruqiya Turdush Hadamday, mendan cho'ng bo'lgan ekan, hurmat nimasidan Hadamday bir maqola e'lon qilibdi. Ya'ni normal ulusning tashviqotini qilish, bir e'lonni, bir yozma yozibdi. U yerdagi yozmasiga men qarshilik bildirmayman, fikriga hurmat qilaman, lekin o'tirliqda bir xato tarjima qilgan yeri bor ekan-chu. Shuni degili keldim bugun. Shuni bir tuzitib qo'yish, ya'ni nima uchun buni tuzitib qo'yish to'g'ri keldim? Bir de mening gapimni boshlashdan burun bu yerda uluschilar bilan bir ziddiyat sog'inim yo'q. Faqat bu yerda endi ularni da'vatlari necha vaqtdan yoqi. Nurg'un so'zliklar bizning Uyg'urchada yo'q. Biz tarjima qilib akirimiz degan chog'da. Tamam, Alloh rozi bo'lsin. Amsa nimishqa mening odatdagi gaplarimni xato tarjima qilsizlar. Va xato tarjima qilganimni birdan-bir qaraymiz. U yozmada men abay screenshot qilib chiqarib qo'ydim. Mushning thumbnaili bo'ldi. Boshlab beraylik, gapni uzatmay. 4 minut vaqtimni olib bo'ldim. Gapning beshida deydi. Shu o'ttirliqda mening gapim chiqdi, mening ismim chiqib qoldi u yerda. U yerda Arsan Hidoyat amerikalik strategiya Andres Korshni ziyorat qilganda siz Uyg'uriston deyishimizni qo'llamsiz deb savol so'rabdimanmish. Tamam. Siz Uyg'uriston deyishimizni qo'llamsiz deb savol so'rabdiman. Hadi eyvallah. Biz qarab boqaylik, shunda bir savol so'rildimi, savol so'rilmadimi qarab boqaylik. Hadi bismillah.
final question. I'm not sure we have a conversation within the Uyghurs where there is this struggle between names or ideologies between East Turkestan and Uyghuristan or Uyghurstan. You don't have to answer the question, but one, are you aware of this? I'll ask that first. Then... Okay. Sorgan sualım, Uyg'urlarning arasida Sharq Turkiston, Uyg'uriston bir talash tortish bor. Mushundan xabaringiz bormi? deb savol so'radim. Qarindoshlar, u savol bilan Andrew Kor efendim, siz Uyg'uriston deyishimizni qo'llamsiz deb cho'ng bir farq bor. Endi bu uluschilar ani tarjim qilamiz deb cho'ng so'zlarni tarjim qilishdan burun odatdagi gaplarni tarjim qilamsa, yani bir savol qo'yamiz. Neyse, men dedim-ku, asli bu temaga kirgim yo'q, lekin so'rab aytib bordi. Qani davom qilaylik. Andrew Koz deydi ekanmish, sizlar Uyg'uriston qurib boshqa millatni qo'g'lab etmoqchimi debdimish. Va Uyg'ur xalqi Sharq Turkistonning janubida yashaydi debdimish. Ovozim. Debdimish. Anondan keyin shu yerda qurval desa, nima deysizlar, demidimi? Siz ba'zi bir yo'q unda neyse. Ashtaq debdi. Qani Andrew Kozning o'zining javobini bir anglab boqaylik. Mushta gaplar deyildimi? Hadi bak. I actually have an opinion on this, and that is that because people this conversation is really debating within Uyghur circles, and it's interesting to get your take on this as a sort of outsider. Please. I mean, I've written a bit on this, and I've written in Yuka News, I've written some stuff about the Uyghurs, and I do take a position on this, and that is that I think that East Turkestan has more than just Uyghurs in it, and okay, birinchi degan gapi Sharq Turkistonda Uyg'urlardan boshqa millat bor dedi. Birinchisi bu. Asta tek xuddi bir kichik bolaga anglatgandek anlataman bugun, xafamanlar qarindoshlar. Chunki mushunchalik odatdagi xatoni yani pek basic bir xato, bunda bir xatoni Ruqiya Turdish hadimizdan men hurmatlaydigan, men cho'ng bildigan necha yilning yoqi shu vatanimiz uchun xizmat qilayotgan birisi bunda bir xatolik o'tkazishni hech kutmagandim. Lekin men yaxshi niyatda o'ylaydigan inson. Men o'ylaymanki, büyük ihtimal yaxshini o'ylaylik, shunami? Chunki hozir men har zaman imdodimman. Xitoylar bizni qirib o'tirib, bundaq tema kirmayli desam, ba'zilarning kirgisi bor ekan. Shu men o'ylaymanki, büyük ihtimal Ruqiya Turdish adamning kompyuterining labasi buzuq bo'lgan bo'lishi mumkin va xato anglab qolgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa keyboard'i ishlamagan bo'lishi mumkin. Ishlamay, xato besli qilib, keyin tuzishga ulgurmagan bo'lishi mumkin. Yaxshini o'ylaylar, amal bor. Bu yerda hech bir zaman Ruqiya Turdishni yomon ko'kitkim nimam yo'q. Amal bor, yaxshini o'ylab, bunda bo'lganmidi, anda bo'lganmidi deb bir nim qilishni tirishyapman-da bu yerda. Amal bor. Qani davom qilaylik so'zni. And it shouldn't be called, Uyghuristan, which excludes everyone else. And I've actually taken an even more controversial position for Uyghurs, many of whom don't like this, but yani azraq sözünü tekrarlandı deydi ki, yani Uyghuristan desanlar başka milletler, üyedeki başka demekçi, yani başka milletler, hatta bu milletlerin arasında fakat Kazak, Kırgız, Tatar emas, Üzbek emas, Xitayni mı içine aldı? Evet, mabi strategist. Mabi strategist buluş üspütü bile bildi ki, eğer ulus devleti bopqasa,
Xitoynimi chiqirib o'tamaysizlar degan to'g'risidami bir gap qildi. Mening hayron qolayotgan yerim, boshda zaten savol xato tarjima qilindi. Eyvallah. Lekin nima uchun bu odamning javobini bir qismini elib, bir qismini tashib etsiz? Ma'va asli deydigan tema endi ma'va gap chiqmoqchi. Ulus davlati qurilib bo'lgandan keyin vatanning ichidagi Xitoylarni qanday qilmoqchi? Uluschilarga bir savol qo'yay. Aslida kirgim yo'qdi, lekin bek kirginglar bor ekan. Ayda vatanimdagi xalq o'layotsa, bu tema bek kirginglar keldi. Abay degandek laba buzilib qolgandi deb o'ylayman. Qani ma asli ma gapni tortishimiz kerak. Ma adamning gapini anglayman. I think that you know, the Chinese who have moved into the north, right, who Uyghurs see as colonizers, right? I believe that they should be left alone. If you ever get an independent East Turkestan, which I support and which I think is a very long shot, I really strongly believe that once people move in a place, you shouldn't try to kick them out. When what you see with, for example, Okay, İngilizce tushunganlar tushundinglar o odamning gapini. Deydiki, nurg'un Uyg'urlar menga qarshilik bildirdi, ammo men o'ylaymanki, shimolda, jiqroq hamda Xitoylar shimolga yerlashgan Xitoylar, ya'ni vatanimiz Sharqiy Turkiston yoki Uyg'uristonda yerlashgan Xitoylarni chiqirib etmaslik kerak, chiqarolmaysizlar. You can't kick out deydi. Tepib chiqirib etmaysizlar. Nima uchun u odamning shu yerni tutib olmay, oldidagi hech qanday gap tutgan yeringlarmi yo'q? Uyg'urlar qani qayta gapga qarab boqaylar, ruqiyadimizning. Sizlar Uyg'uriston qurib boshqa millatni qo'g'lab etmoqchimi? Demidi. Endi chatga qiqib etmoqchi degandek gapni qildi. Bo'pti, ashini degandek bo'pti mayli. Uyg'ur xalqi Sharqiy Turkiston janubida yashaydi demidi. Janubida yashaydi demidi. Shu yerda qurib ol desa, nima deysizlar demidimi? Unday gapni qilmadi. Andan keyin shu Isroiliya masalasini berdi. Mushu Yahudilar o'zi oldiga mushu Yahudini eng üst millat qo'yish orqali nurg'un jidallar, hamda bilimiz Filistin masalasini, nurg'un jidallarni yashayotdi hozir kam. Sizlar shu kun qaramanglar, andan keyin bizning garchi tas bo'lsa-mu, zo'r bo'lsa-mu, Sharqiy Turkiston davlatimizning qurilib qolsa, qo'llaydiganini, mustaqilimizni qo'llaydiganini dedi. Ve en ahirki Rukiye Hanım hadimizning sözüde siyaset, vaziyet ve stratejiye göre bizden qanday xalq ekanligimizni, niyetimizning nima ekanligini to'g'ri shaklda anlatishni bilishimiz kerak. Men bu cümlege qetilma. To'g'ri bir şekilde anlatayli, to'g'ri bir şekilde sözlerini tercüme qilayli. Çünkü sizlar büyük bir hizmetke qopdinglar. 200 kelime, 300 kelime İngilizceni Uyg'urchaga akilimiz. Bu kelimeler Uyg'urchada yo'q deysizlar. Shundaq cho'ng xizmatni qilishning oldida mening odatdagi bir misharbiy intervyuda bo'layotgan gapni doğru düzgün tarjima qilolmasanglar, ya'ni ishinglar tas qarindoshlar. Men abay degandek bu tema kirgim yo'qdi. Ismi ayri etilib qoldi. Ilqi odatdagi abay degandek men Ruqiya turistni adamimizdan hurmatlaydigan birisi, nurun ko'p xizmat qilgan. Subhana hayron qoldim, ya'ni hayron qoldim. Ilqi so'ralmagan savolga munda dedi, anda dedi, lütfen yani ayada yani I'm shocked. Abay degandek her zaman qarindoshlar, mushta xatoliklar o'tkazilib qolsa, duo qilaylik bu qarindoshlarımizga. Abay degandek birinchisi qarindoshlar, haqiqatan men bek samimiy bu temada. Mencha laba buzilib qoldi. Laba kompyuterning labasini o'ngshivassun. Yoki bo'lmasa keyboardda bir masala bor, shuni o'ngshab qo'ysin. Yoki bo'lmasa bir ish bo'lib qoldi, og'rib qoldimi, qulqa anglamay qoldimi? Amal bor biz bir musulmon olarak mushlarni oldi qo'yib beknim kirmayli, lekin yani nimaday savolinglar bo'lsa alay qarindoshlar, bir minut saqlab turay, chunki haqiqatan bu bek qiziq bir ish bo'ldi.
Ha, anondan keyin men gapimning oqisiga bir gapni qaytib o'tay, chunki boshqa vaqtim yo'q, mishallam qaytib o'tayman. Amanglar bizlar hozir qarasam Twitterga vatanning ichidagi Uyg'urlarga Xitoyning propagandasini yeyish uchun shu Uyg'urlarga Twitter hisoblarini ichib beribdi. Twitter hisoblarini ichib berib, shu voy biz yaxshi, Xinjiang yaxshi deb anonim qilibdi. Shuningga yaqinda emas, bugun kechdan tatib boshlasak bo'ldi. Hashtag men yozib qo'yay, hashtag Xinjiang propaganda deb bir faoliyat boshlatsak, endi Xinjiang propaganda degan nima? Mao garchi Uyg'urlar bo'lsa-mu, bular Xitoyning propagandasini qilyotdi. Ya'ni Xinjiang o'zimizning so'z emas-ku, CCPning shu propagandasini qilib, men ketib qo'yay. Hashtag Xinjiang propaganda deb hashtag. Buniki mesela şu CGTN'nin çıkargan maqalalari va Global Times'ning va YouTube'da mesela nurg'un Uyg'urlarning mesela Xitoyni maqtab bir videolari bor, zo'lab maqtaydi-ku. Mushtaq Uyg'urlar Xitoy mushtaq zo'lab maqtag'izyotidu deb mushtaq har qanday bir nimaning ostida shunday bir tushuncha berib qo'yib, ostiga Xinjiang propaganda Xitoyning propagandasi deb mushu hashtag faoliyatini boshlatayli. Shu vaqtim yetmasmiki deb ma'noda bir hit two birds with one stone deydi. Uni Uyg'urcha nim deydi, men unutib qoldim. Shuni davet dedim. Bulamdi qarindoshlar. Alaykum salom. Ilshad Aslam qarindishim. Mencha mushu video sizlarga bek foydali bo'ldi. Qayta ko'rib, hozir qaytilgan o'xshaysa. Bulamdi. Evet, başka gapim yok arkadaşlar. Gapni oldinda bir 3-4 minut pek uzr etdim, xafamanlar. Abay degandek qaytaday xato tushunib qolmanglar. Hatto men ma'lum so'zning oqisida men deymanki, büyük ihtimal Andrew Coz sizning gapingizni mushta kesib xato tushunib qoldi desam, rost asla bo'lib qoldi, lekin uning gapini xato tushunib qolmay, mening gapimni tamamen xato tarjima qilibdi. Neyse. Allah'a emanet arkadaşlar. Duada bulunaylı. Vatanımız için küreş kılaylı. Faydalı iş kılaylı. Suallar yok okşaydı. Suallar bulmasa. Çıkıp gittim ben. Sizler biz demeyli. Kardeşim. Yani sizler biz digim yok. Lekin sizler biz bazılar digiz vatıdı. Kardeşim. Sizler biz demeyli. Qashqacha gap bo'ldi. Ya'ni hammamiz endi bir Qashqa ana yurt, ata yurt deb. Bir savol. Hadi bismillah. Degan odamni tutish kerak. Tamam. Neyse arkadaşlar, vaqtinlarni almay. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.